Shu egizalarimda homilador bo'lishimdan oldin 2 marta homilador bo'lganman. Ular yurmay qolgan, rivojlanmay qolgan. O'z holiga qo'yib, masalan, mana muzday suvni ham xaltadan olib ichib ketaverishadi. Muzday narsalarni yeb ketaverishadi. Mana qish kunlari morojeniyalarni yeb ketaverishadi. Egizalarim bir-biriga o'xshamaydi, chunki ular ikkita alohida yo'ldoshlar bo'lgan. Chadash begonalar ham to'xtatishadi. Multfilmni ko'rganmisiz deyshadi. Qaysi? Maymun bor-ku deyshadi. Bolalarni arqonga boylab yuguraveradi-yu, xuddiki multfilmga o'xshatishadi. Oyijon uxlab qoldingiz, nima eshikni ochmaysiz deyshadi. Ikkalasi ko'pincha ma'kaman deb urishadi. Unisi ma'kaman deydi, unisi va'kaman deb tushuntiraman. Sal o'rtoq sal birga tug'ilgansanlar. Egizak deb aytishganda, bittasi qiz bo'lishini juda ham xohlagan edim. Tug'ilguncha mayli qiz bo'lib qolardim. Onalik hissiyotlariga hamisha ham quloq solish kerak emas. Chunki onalar ko'p emotsiyaga berilib ketadi farzandda. O'zim xo'jayinman. Qiyinchilikda katta bo'lganlar, 11 yoshlarda, 12 yoshlarda otalari o'tib qolganlar, o'zlari oyoqqa turib, mana shu paytgacha o'zlari oyoqqa turib kelganlar. Tarbiya qilishga yordam bering. Hech kim? Oyingizlar. Bitta. Alda sal yolg'onga qo'shib bo'ladimi? Sen chokolad beraman, jim o'tirsang, xo'p? O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayman. Haliyam tanlamadingmi? Men tanladim. Islom maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Efirda egizaklar loyihasi yana efirda. Bugun biz 5 nafar bolani voyaga yetkazayotgan Dilora Happy Mom'ning uyida mehmondamiz. Bu galgi qahramonlarimizdan hayotning qiziq lahzalari, 5 farzandni tarbiya qilishdagi qiyinchiliklar haqida suhbatlashamiz. Egizaklarning hayoti qanday kechmoqda? Shu va boshqa savollar bilan bizni kuzatib boring. 1995-yilda 27-sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilganman. Oilaliman. Hozirda mana 5 nafar o'g'il farzandlarning onasiman, uy bekasiman. Turmush o'rtog'im bilan 2015-yilda tanishganmiz. Buvim mahalla raisi bo'lib ishlardilar. O'sha buvim oldilariga ish bilan kelganlarida men ishdan kelayotgan bo'lganman. O'shanda ko'rib qolib, yoqtirib, keyin ertasi kuni Oyjon bilan bujon sovchilikka jo'natishgan. Shu sovchilikka kelishganda buvim xo'jayinim juda ham yaxshi ko'rib qolganlar. Sen ham shu bolaga tegsan, sen ham shu bolaga tegsan deganlar. Keyin uchrashuvga chiqib, bir-birimizga ma'qul kelib, yo'q to'y bo'lib ketgan. Keyin egizak farzandlarim tug'ildi. Lekin yoshligimda umuman bola qaramaganman, umuman bola qarashni yoqtirmasdim. Kichkina bolani yoqtirmaganman, to'g'risi aytsam. Keyin birdaniga egizak bo'lib qoldimmi, juda ham dovdirab qolganman. Bola qarashni bilmasdim. Birdan ikkita bola bo'lib qolganiga shokka tushib qolganman. Bir xillari kechalari o'tirib, beshikning o'rtasida o'tirib yig'lardim. Ikkita beshikni tebratib yig'lab o'tirardim. Voy qanaqa katta qilaman bularni deb. Ya Allohga shukr, mana katta qilib oldim. Bittasi katta bo'lib olishdi. Keyin 2019-yilda Muhammad dunyoga keldi. Juda ham sho'x bola bo'ldi. Bu giperenergichniy, bu juda sho'x. Akalarni ham qo'ymaydi mana. Juda ham to'polonchi. Bu boshqa bolalarimga nisbatan sho'x juda ham. 2022-yilda keyin Abdullohim dunyoga keldi. Yana 2 yildan keyin 2024-yilda 5-farzandim Abdurahmon dunyoga keltirdik. Abdurahmon dunyoga kelishi juda ham sal qiyinroq. Biz 2024-yil qiyin keldi, chunki avgust oyida uyimizda to'satdan yong'in bo'lib qoldi. 4 farzandim, qornimda 7 oylik homilam bilan juda ham qiynaldik. 5 oy juda ham qiyin bo'ldi. Hamma sovuq kunlarda bo'lgani uchun bolalar bilan 4 ta bola ham ustida boqish, qornimda bola juda ham qiynaldim, lekin Allohga shukr, hech narsa behikmat bo'lmaydi. Mana men chiroyli qilib oldik.
Egizaklarimiz homilador bo'lishidan oldin ham 2 marta homilador bo'lganman. Ular yurak urmay qolgan, rivojlanmay qolgan. Ular ham egizak edi. Rivojlanmay qolgan. O'ziga borganimizda yo'q, yurak urmayapti degan. Keyin yana bir marta homilador bo'ldim. U ham yurak urmay qoldi. Keyin 2007-yilda egizaklarim dunyoga keldi. Homiladorligim bilganimdan keyin xo'jayinimlar bilan O'ziga borganmiz. O'ziga borganimizda egizak farzand deyishgan. Lekin ikkalamizni ham xo'jayinim tarafda ham, biz tarafda ham egizaklar yo'q. U narsaga hech qaramas ekan. Hamma so'raydi, xo'jayin tarafda egizak bormi, yo'q, o'zinglar tarafda bormi deb, yo'q, ikkalamizda ham egizaklar yo'q, ikkala tarafimizda ham. Allohga shukr, 2 marta egizak berdi, birinchisi bo'lmadi. Qarash bilmasdim, bola qarash bilmaganman umuman. Okey, Allohim mana senga mana 2 ta farzand berdi, birdaniga shokka tushib qolganman. Yig'lardim kechalari. Bittasini uxlatsam, bittasi turib olardi. Unisini uxlatsam, unisi turib olardi. Ikkalasini birga qonni ochardi. Amallab yig'lab 2-5 o'rtasida katta qilganman bolalarimni. O'tirib 2-5 o'rtasida o'tirib olib tebratib yig'lab o'tirardim. Qachon qanaqa katta qilib olaman bularni deb. Yo, Allohga shukr, mana katta bo'lib olishdi birpasda. Farzand tarbiyasida ko'proq men eng ko'p ahamiyat beradigan narsam shu aka-ukalarni hammasini bir-biriga mehribon qilib o'stirish juda ham qo'layman. Juda ham ko'p tushuntiraman bu narsani. Televizorda hadislar qo'yib beraman, masalan, islomiy ma'ruzalar qo'yib beraman ko'p bolalarimga. Halitdan shu narsani tushunib yetsin, bir-biriga mehribon bo'lsin, aka-ukaligini his qilsin deb men ko'pincha shu narsalarni tushuntiraman farzandlarimga halitdan. O'shaning uchun ham men masalan egizaklarim o'sha mana shu kichkina chaqaloq ukasini eplashadi deb bemalol. Masalan, magazinga chiqsam, bu joyga chiqsam ham bemalol tashlab keta olaman. Magazinga bu joyga chiqib kelgunimcha qarab eplab o'tirishadi. Ko'pchilik voy bola qanaqa pishonasi deyshadi. Bemalol o'sha ular mas'uliyatni bo'yniga oldi-da o'sha akalik mas'uliyatini o'sha bo'yniga olishdi. Bemalol qarashadi ukalarga, juda ham mehribon qiz demasin, oxiri bilan bo'lsin ilohim. Bolalarim juda ham bir-biriga mehribon. Bolalarimni men xursand bo'ladigan taraf ovqat tanlashmaydi umuman. 5 ta bolaga qarash albatta qiyin. Ko'pchilik savol beradi, 5 ta bola bilan qiynalmaysizmi? Qarashadigan odamlar bormi deb. Kichkinaligimda oyijon bilan onam qarab turishardi, egizaklarim yoshligida. Hozir oyijon ishga tushib ketganlar, hozir hammasi o'zim bilan. Farzand tarbiyasi o'zi qiyin ekan. Bitta bola bilan ham, 5 ta bilan ham, 2 ta bilan ham baribir hammasi qiyin ekan farzand tarbiyasi. Chunki hammasi 5 xil bo'lsa, mana 5 xil xarakterli. Hammasiga har xil muomala qilasiz. Bittasi mana qaysar, masalan, bittasi uni xohlaysa, bunisi buni xohlamaydi. Hammasini qo'ydan topish kerak. Hammasi bilan har xil muomala qilishingiz kerak. Farzand tarbiyasi o'z qiyin. Mana ona bo'lib shu narsani tushunib yetdim-da. Chunki men ham xarakterim juda ham og'ir bo'lganda, onamga hozir onamga qiyin bo'lganini bilamanman, tushunmayman-da hozir. Xarakterim juda ham og'ir edi meni ham. Mana hozir endi bola katta qilib, o'zim tarbiya qilib, bu narsani onamga qanaqa qiyin bo'lganini tushunib yetdim. O'shaning uchun aytishar ekanda, ona bo'lganingda tushunib yetasan mana deb urardilar-da onam. Egizaklarim mana ikkalasi masalan egizak bo'lgani bilan, mana bitta qorindan tushgani bilan ikkalasi 2 xil xarakterli. Imronbek umuman boshqa dunyo, Islombek umuman boshqa dunyo. Imronbegim og'ir bosuv. Islombegim sho'xroq. Islombekda qani buyurish anaqasi bor-da, hammaga buyruq berishni yaxshi ko'radi. O'sha akaman, men aytganimni qilishlaring kerak degan narsa bor-da bunda. Ukalariga ham buyruq berishni yaxshi ko'radi. Buni aytgan degan bo'lish kerak. Masalan, bir xil bolaga o'xshab uni yemayman, buni yemayman deyishmaydi. Chunki men o'sha bularga o'sha 6 oyligidan o'sha o'rgatib kelganman. Qozon ovqatga o'rgatganman. Masalan, uni yemayman desa majbur yediraman deb bu narsani. Yo'q, yeysan. Mashaqqat yeysan, boshqa ovqat yo'q. Mashaqqat yeyishing majbursan deb yedirganim uchun shu narsaga ko'nikib kelishdi-da ular. Ovqat talashmaydi umuman. Shuning uchun shu narsalarda qiynalmayman. Instagramda Dilora Happy Mom akkauntini yurg'izib boraman. 1 yildan oshdi. Buni o'z Instagramga 2015-yildan beri kiraman. Ko'pchilik blog olib boring, farzandlaringiz ko'p ekan, sizlar ko'p narsani o'rganyapmiz deb mana life hacklar, farzand tarbiyasi to'g'risida sizlarga ko'pchilik savol berishadi. Farzandlaringiz qanaqa tarbiya qilasiz, qanaqa tarbiya qilish kerak, bir opitingiz bor ekan. Bizga ham o'shalar bilan bo'lishing deb savol berishadi. Shuning uchun shu akkauntimni olib boryapman, blogimni o'zimni. Ko'pchilik hamma ota-ona, yosh onalardan iborat blogim. Hozircha hamma xursand. Ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga, o'zlariga qiziqtirgan farzand tarbiyasi haqida savollarga javoblar turishadi. Chiqamga direktimga yozishadi, o'zlarini qiziqtirgan savollarni. Men qo'limdan kelgancha o'zim javoblarimni beraman, o'zim tavsiyalarimni beraman. Ko'pincha shu farzand tarbiyasi haqida, salomatligi to'g'risida bolalarni, masalan, ko'p videolar qo'yaman, bolalar ovqatlanayotganini, o'sha nimaga bolalaringiz
ovqat tanlashmaydi, u qilishmaydi, bu qilishmaydi. Nimaga bolalaringiz bemalol uylarda bitta kiyimda tutursanglar anaqa o'zi maykada yurishadi deb savol berishadi. Chunki men bolalarni o'rab chirmab katta qilmayman-da. Men bolalarni o'z holiga qo'yib, masalan, mana muzday suvni ham xaltadan olib ichib ketaverishadi. Muzday narsalarni ham yeb ketaverishadi. Mana qish kunlari marojniylarni yeb ketaverishadi. Chunki bu narsaga o'rganishgan chaqaloqligidan. Bir xil bor, bolalarni o'rab tashlashadi, boshqa qavat kiydirib qo'yaverishadi. U naborot bolani qavat kiydirgan sari u mana shu narsaga o'rganib qoladi, o'sha qolipga tushib qoladi. Egizalarim bir-biriga o'xshamaydi, chunki ular ikkita alohida yo'ldoshlar bo'lgan. O'shaning uchun bir-biriga umuman o'xshamaydi. Bittasi Imronbegim adasiga o'xshaydi, Islombegim o'zimga o'xshaydi. Ikkalasi ikki xil. Ko'chalarda yurganimda ko'pchilik savol berishadi. To'xtatchada begonalar ham to'xtatishadi. Ani multfilmni ko'rganmisiz deyshadi. Qaysi? Ani maymun bor-ku deyshadi. Bolalarni arqonga boylab yuradi-yu, xuddi o'sha multfilmga o'xshatishadi. Masalan, Yandexlarga chiqsam, taksilarga chiqsam, "Voy, rosa o'sha multfilmdagi onaga o'xshayotgansiz" deb hamma kim ko'rsa o'sha multfilmga o'xshatadi mana. Chunki hammasi atrofimda hammasi yurishadi maymunga o'xshab. O'shanga o'xshatishadi hamma. Bog'chaga tashlab kelsam, egizalarimni bir kuni bog'cha pas chalg'ib qolganda, bog'chadan qochib chiqib kelishgan ikkalasi. Tag'in kichkina edi hali 3 yosh bolalar. O'sha bog'chadan 3 ta sonovka pastda shu uyni topib kelishganda men poliklinikaga chiqib ketgan bo'lganman. Poliklinikadan kelsam, ikkalasi eshigim tagidan cho'p chizib o'tirishibdi-da yerga. "Oyijon, uxlab qoldingizmi? Nima eshikni ochmaysiz?" deyshadi. Bir-birini kiyimini kiyib katta bo'ladi, tim bo'lib o'g'il bola hammasi. Aysa bir xil payt mana naskilar ko'pligidan naskilarni poyin topolmay qolaman-da. Qidirib yuraman, qani mamlasini boyaqani. Farzandlarimning hammasini ismini adasi tanlaganlar. Menga bir marta ham shans bermaganlar. Masalan, egizalarim Imron Islom, otana Umar Usmon qo'yilu deganman, yo'q deganlar. Muhammad Yusuf ismini Muhammad Ali qo'yilu deganman, yo'q deganlar. Muhammad Yusuf qo'yganlar. Abdulloh ismini ham Zayd qo'yilu deganman, yo'q deganlar. Hammasini ismini o'zlari qo'ydilar. Menga shans bermadilar. Hammasini ismini o'zlari qo'yib chiqdilar. Mana chiroyli ismlar qo'ydilar, islomiy. Otani vazifasi bu chiroyli ism qo'yish. Juda ham chiroyli ismlar qo'ydilar. Allohga shukr. Bolalarimni chaqirganda juda ham ko'p ismini adashtirib qo'yaman. Masalan, Muhammad Yusuf Abdulloh deb Abdulloh Abdurahmon deb yuboraman. Bir kunda men kun tartibim mana ro'za Ramazonim boshlandi. Ertalab shu saharlikka turganimizdan keyin uxlamayman shu bilan. Bolalarimni turg'izaman, soat 7 da turg'izaman. Issiqxonani yuvib cho'miltirib choylarini ichirib, maktabga soat 8 da maktab boshlanadi. Maktabga jo'nataman. Maktabga ketishgandan keyin 3 ta bolam bilan uyda qolaman. Xo'jayinim bilan ham ishga jo'nataman uning orasida. Keyin shu bolalarim bilan shug'ullanaman. Ular maktabdan kelguncha men Muhammad Yusuf bog'chaga bormaydi, ko'nmadi hech qanaqasiga. Uni chasniga ham berib ko'rdik. Oddiy davlatning bog'chasiga ham berib ko'rdik, ko'nmadi hech qanaqasiga. Tashaganimni 6 kecha soat olib ketadigan paytgacha umuman yig'lab ko'nmadi hech qanaqasiga. Shuning uchun uyda o'tiribdi. Hali Abdullohim hali 3 yoshga to'lmagan. Xudo xolasa endi uni bog'chaga beraman. Shu uyda bular bilan shug'ullanaman, darslar qildiraman. Maktabga chiqadi, xudo xolasa keyingi yil darslar qilib shug'ullantirib o'tiraman. Orada obed tayyorlayman, ovqatlantiraman. Bolalarim maktabdan kelishadi. Ularni ovqatlantiraman. Kelishganligidan keyin darslarini qilamiz. Shu keyin kechqurun uxlashdan oldin обязательно cho'miltiraman. Bolam ko'p savol berishadi. Bolalaringizni nimaga ko'p cho'miltirasiz deb. Instagramga story ko'p qo'yaman. Bolalarni cho'miltirayotganimni. Bularni uxlashdan oldin обязательно cho'miltirib uxlatish kerak bolalarni. Chunki cho'miltirib uxlatsa ham tana ham chiniqadi, bola ham miriqib uxlaydi. Maza qilib tiniqib uxlaydi. Va kechalari vaqtida bola turib oladi, yig'laydi. O'shaning uchun men bolalarimni har kuni uxlashdan oldin обязательно cho'miltirishga harakat qilaman. Egizalarim ko'p urushib qolishadi bor-biri bilan. Chunki tengdosh bo'lganiga ham ikkalasi ko'p narsada chiqisholmay qolishadi, sportlashib qolishadi ko'pincha. Unisi buni to'g'ri desa, bunisi buni to'g'ri deydi. Ikkalasi ko'pincha "Men akaman" deb urushishadi. Unisi "Men akaman" deydi, bunisi "Bu akaman" deb tushuntiraman. Sali o'rtoq sali, sali birga tug'ilgan sali. Desam, "Yo'q, men bu "Men akaman" deydi, bunisi "Bu "Men akaman" deydi. Imronbek bilan Islombek ikki xil xarakterga ega. Masalan, Imronbegim og'ir bosuv, Islombegim sho'xroq, qitmirroq. Masalan, Imronning xarakteri bu adasiga o'xshaydi, Islombegim menga o'xshaydi. Ochiqroqda Islombek chiqishuvchan, Imronbek unaqa chiqishib keturmaydi hamma bilan. Ikkalasi ikki xil xarakterli. Meni ismim Imron, men 7 yoshdaman. Meni ismim Islom, 7 yoshdaman. Nimalarga qiziqasizlar? Nimalar yoqadi? Nima qilasizlar kun bo'yi? Olma yoqadi menga. Bananlar, ko'p yoqadi. Mevalardan. Masalan, ertalab turdingiz, nima qilasiz? Maktabga ketamiz turib.
Maktabga kim borib qo'yadi maktabga sizlarni? Oyim. Maktabdan chiqib o'zimiz boramiz. Adam olib qo'yadilar faqat mashina. Biz maktabdan chiqib o'zimiz boramiz. Qaysi maktabga borasizlar? 179. 179. Voy bu ko'p, 179. Ko'p. 179. Farzandlarim orasida shu lideri, hammani boshqarish xohlaydigan Islombek, hammani boshqarish xohlaydi u. Uni aytgan qara, bolam video ko'rsatdi-ku, jon, ancha o'tibdi. Farzandlarim orasida shu boshqarishni xohlaydigani bu Islombegim, egizlarimni ikkinchisi. U hammaga buyruq berish xohlaydi, u aytganini qildirish xohlaydi. Eng shohi bu Muhammad Yusuf, giperenergichniy bola, u juda ham umuman tinimi yo'q, umuman 24 soat mana bitta joyda o'tiradigan bola emas-da. Faqat tinim bilmay u yoqdan bu yoqqa yugurib yuradi. Juda ham sho'x. O'g'illarimni kelajakda inshaalloh men egizlarimni stomatolog qilish xohlayman juda ham. Chunki men 9 oy homiladorligimda tish masalasi juda ham qiynalaman. 9 oy homiladorligim tish og'rig'i bilan o'tadi. Hamma farzandimda 5 ta homiladorligimda hammasida tish og'rig'i bilan o'tadi. Shuning uchun juda ham xohlardim. Mana farzandlarim, egizlarim ikkalasi ham stomatolog bo'lishini juda ham xohlayman. O'zligi katta bo'lishganda tishlarimni davolab qo'yish uchun. Muhammad Yusufimni bu menimcha juda ham shustri bola bo'lgani uchun bu menimcha bir kattaroq joylarda ishlasa kerak deb o'ylayman. Biznesmen bo'lib inshaalloh. Niyatlarimizga yetaylik. Abdullohim u hamma xarakterdan bor unda. Hamma akalarning xarakterini o'ziga olgan. U boshqa dunyo umuman. Bu ham shu Muhammad Yusufga o'xshab menimcha bu kattaroq joylarda ishlasa kerak deb o'ylayman. Biznesmen bo'ladimi? Nima bo'lsa ham xalqqa foydasi tegadigan, yaxshi yetuk inson bo'lib yetishsin ilohim. Ko'p farzandli onalarga birinchi o'rinda nima derdim? Sabr tilayman. Eson-omon katta qilib olsin farzandlarini. Ko'p farzandli onalarga juda ham qiyin, juda ham. Vaqtli payt xo'jayinim gaplaridan jahlim chiqadi. Bitta samsan 5 ta tug'ilgan deyiladi. Oson emas-da. Bola o'zidan o'zi katta bo'lib qolmaydi. Bu juda ham qiyin bu narsa. Farzandlar o'zidan o'zi katta bo'lib qolmaydi-da. Ularga ovqat kerak. Ularga qarash kerak, yedirib, ichirish. Shuning uchun men aytaman, eng katta ish qiladigan bu uydagi o'tiradigan onalarda. Vaqt oila olishmaydi, ishlashadi, 24 soat qilmay ishlashadi, bu oila olishmaydi. Oshpaz ham o'zligi, xizmatkor ham o'zligi, nyanchka ham o'zligi, hamma narsa shu onalar o'zida mujassamda. Faqat oila olishmaydi. Agar bitta so'z bilan onamni ta'riflash kerak bo'lsa, jannat deb nomlardim. Chunki hammaning onasi o'ziga-yu, onam juda ham boshqacha insonlarda. Juda ham xarakterlar, masalan, men singlim bor. Singlim onam xarakterlarini olganda o'ziga juda ham beg'ubor insonlar. Onam ham singlim ham. Meni xarakterim sal og'irroq. Men tez jahlim chiqib ketadi. Ularda umuman boshqa dunyo onam. Juda ham beg'uborlar, juda ham hokisorlar. Sal gapirsangiz yig'lab yuboradilar. Onamni jannat deb nomlardim. Oilangizchi? Oilamni baxt qo'rg'oni deb atardim. Baxt qo'rg'oni deb atardim oilamni. Chunki farzandlarim ko'p, farzandlarim yonimda, turmush o'rtog'im yonimda. Allohga shukr. Baxt qo'rg'oni deb atardim. Oilangizda 5 yildan keyin qanaqa savol olasiz? Oilam 5 yildan keyin ko'p beriladi bu savol. Oilam 5 yildan keyin yana bitta qiz farzandim bor deb tasavvur qila olaman. Balki ikkitadir. Men chunki o'zim juda ham qizlarni yaxshi ko'raman, juda xohlardim. Yoshligimdan o'sha qizlik paytimda niyat qiladi inson. 3 ta qizim bo'ladi deb niyat qilardim. Allohga behisob shukr. Men farzand ne'mati bilan rizqlantirganiga shukr. O'g'il farzandlarni berdi, behikmat bermadi. Bizdan yaxshi biladi kimga nima o'g'il, kimga qiz kerakligini. Agar men 4 marta kesarova bo'lganman, kesarova operatsiyasi bo'lganim uchun men shu 5-marta ruxsat bersa, agar sog'lig'im ko'tarsa, lekin bitta qiz farzandli bo'lishni xohlardim. Sog'lig'im ko'tarsa, tishlarim qolmagan shundoq boshda bo'lib ketsa kerak. Oilam bilan amalga oshirmoqchi bo'lgan eng katta orzuyim birgalikda umra safariga borishni juda ham xohlardim. 5 ta farzandim, turmush o'rtog'im bilan Ka'bani ko'rgim keladi, juda ham xohlayman. Shu umra safariga borishni xohlardim, oilaviy. Farzandlarim bilan birga ibodat qilishni juda ham xohlardim. Eng katta orzuyim shu.
Inshaalloh yetamiz. Eng katta orzularimdan bittasi shu. Yana farzand tarbiyasida eng katta bitta qaraydigan narsam bu o'g'il bola bo'lgani uchun bolalarim ayol kishini hurmat qilishi, ayol kishiga masalan yordam berishi, xolim o'g'il bola degani bu hech narsa qilmaydi, yo'q unaqa degani emas. Men chunki men bolalarimga hammasiga farzandlarim o'g'il bola bo'lsa ham uy ishlari qiz bola nimani bilish kerak bo'lsa hammasini o'rgataman. Mana masalan, egizaklar, mana bittasi polarcha, bittasi chang artadi, mana bittasi idishda voy yuvadi, bittasi choy tayyorlaydi. O'sha xalqdan shu narsalarni bilishadi, chunki katta bo'lganda ham ertaga bular ayoliga yordam beradi, ayol kishiga qanaqa qiyinligini tushunib yetishadi. Ayol kishiga osonmasligini tushunib yetishadi. Mana bu yordam beradi ayoliga. Bu erkak kishi degani bu ko'chaga chiqib faqat pul topib kelish degani emas. Bu uydagi ayolni ham hurmat qilish kerak, unga yordam berish kerak, farzand tarbiyasiga yordam berish kerak. Farzand tarbiyasi faqat ayolni zimmasidagi narsa emas-da. Shuning uchun bunda otani ham roli juda ham katta. Egizak farzandlarim dunyoga kelganda juda ham xursand bo'lganman. Chunki ulardan oldin 2 marta homilam bo'lmagani uchun juda qo'rqib qolgan edim. Bunisi ham bo'lmay qoladimi deb juda ham o'zim ehtiyot qilganman egizak farzandlarimda. Yana bir marta farzandimni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqqanman. Shuning uchun egizak farzandlarim dunyoga kelishganda juda ham xursand bo'lganman. Bularni ham egizak deb aytishganda bittasi qiz bo'lishini juda ham xohlagan edim. Tug'ilguncha mayli qiz bo'lib qolardim. O'g'il farzandli dunyoga keldi. Allohga shukr. Farzandlaringizni aybsiz bo'lsa ham jazolagan vaqtlar bo'lgan. Farzandlarimni egizaklarimda shunaqa ko'p vaziyat bo'ladi, chunki ikkalasi bir-biridan ko'p urushib qolganda, mana Islombegimda shunaqa xarakter borki, men Imronni maqtasam, uni jahli chiqib ketib qoladi-da. Uni ham maqtashim kerak o'sha paytda. Ikkalasini barobarini qilish uchun, masalan, Imronbek xato qilsa, Islombekni ham urushaman. Chunki Islombekni maqtasam, Imronbek xafa bo'lib qoladi. Buni maqtasam, unisi xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun, masalan, bittasi xato qilsa ham, ikkinchisini ham urishib turaman. 5-farzandim Abdurahmonim tug'ilganda pnevmoniya bilan tug'ildi. Juda ahvoli og'ir deyishdi. O'shanda bolamni menga 5 kun ko'rsatishmadi, ahvoli og'ir deb. O'shanda kechalar bilan yig'lab chiqdim. Juda ham qiyin bo'lar ekan. Masalan, hamma farzandlarimni dunyoga keltirgandan keyin sirasi qo'limga olganim uchun bunimda juda ham yomon depressiyaga tushib qoldim. Farzandimni 5 kun ko'rmaganim uchun qiyin bo'ldi. O'g'il bola tarbiya qilishda eng muhim 3 sifat. Birinchi o'rinda qattiqqo'llik. Обязательно o'g'il bolaga qattiqqo'l bo'lish kerak. Ikkinchisi ro'zg'orobop qilib tarbiyalash farzandlarni, shu uy ishlarini hammasini o'rgatish. Qiz bolaga nimani o'rgatilsa, o'g'il bolaga ham shu narsani o'rgatish kerak deb o'ylayman. Uchinchisi shu bir-biriga mehribon qilib o'stirish. Bir-biriga o'g'il bolani mehribon qilib o'stirish kerak обязательно. Chunki ertaga bir-birini поддержка qilib, bir-birini masalan boshiga qiyin ish tushsa, sinov tushsa, bir-birini tortib ketadi deb bari o'g'il bolalar. Onalik hissiyotlariga hamisha ham quloq solib turish kerakmi? Onalik hissiyotlariga hamisha ham quloq solish kerak emas. Chunki onalar ko'p emotsiyaga berilib ketadi farzandda. Masalan, adasi ursalar ham bularni yonini olgim keladi borib, yo'q urmang, anaqa qilmang degim keladi. Chunki ota farzandiga hech narsa yomonlikni ravo ko'rmaydi-da. Yaxshi bo'lsin deb urishadi, yaxshi bo'lsin deb tarbiya qiladi. O'sha paytda emotsiyaga berilib ketish kerak emas-da. Borib noto'g'ri qilib olish kerak emas farzandlarning oldida. Shunday paytda onalar iloji boricha emotsiyasini chiqarmasdan iloji boricha chetga o'tib turish kerak. Ota farzand urushayotganda yoki gapirayotganda onalik hissiyotiga berilib ketish kerak emas. Qo'l bola tarbiyasidagi eng qiyin davr menimcha hamma bolalarda bo'lsa kerak, подростковый возраст deyiladi. Biz hali yetib bormadik u paytga. O'sha paytda juda ham qiyin bo'ladi. O'g'il bola bilan o'rtoq bo'lish kerak deyshadi. Chunki onam mana ukamni tarbiya qilganlar, onam ko'p aytadilar. O'sha подростковый возраст paytida o'g'il bola bilan o'rtoq bo'lish kerak deyiladi. Chunki mana ukam, o'zimning bittagan ukam bor. Juda ham tarbiyani onam maqtash emas, chiroyli berganlar, juda ham. Chunki men o'shancha aytaman, farzandlarim tog'asiga o'xshagan bo'lsin deyman. Chunki onamga kulaman-da. Ukam onamga bir kunda 3-4 marta telefon qilib xabar oladi-da. Men aytaman, "Voy ona, xuddi ona bolaga emas, sevishganlarga o'xshaysizlar, to'g'ri namcha ko'p telefon qiladi o'g'lingiz" deb. Juda ham mehribon. Men ona yaxshimisiz, ona tuzukmisiz, ona ovqatlandingizmi? Обязательно har kuni telefon qilib onamdan xabar oladi. Chunki bolalarim tog'asiga o'xshagan, mana shunaqa mehribon bola bo'lsin deyman. Onam tarbiyani juda ham chiroyli berganlar. Xudo xolisa, o'sha onamni yo'llarida ketaman men ham. O'g'il bolani to'qchilik buzadi degan fikrga munosabatingiz qanaqa? O'g'il bolani to'qchilik buzadi degan narsa bu azaldan bor bu gap. Bu 100% to'g'ri. Chunki
o'g'il bola baribir qiyinchilikni ko'rishi kerak. O'zimni xo'jayinim ham qiyinchilikda katta bo'lganlar, 11 yoshlarda, 12 yoshlarda otalari o'tib qolganlar, o'zlari oyoqqa turib, mana shu paytgacha o'zlari oyoqqa turib kelganlar, mashina tuzatadigan joylarda ham ishlaganlar, mo'ykalada ishlaganlar. Juda ham qiyinchilik ko'rganlar, otasiz hamma biladi, otasiz o'sganlar juda ham qiyin. Mana bolalarim ozgina o'sha mehnatga layoqatli bo'lganda, o'sha bolalarni ham hunarga o'rgataman dedilar. O'zi ishlab pul topadi. Masalan, mana bittasini hunarga o'rgatamiz, hammasini har xil hunar egasi qilib, har hunarli bo'lsa ertaga bola xor bo'lmaydi-da. Masalan, har xil vaziyat bo'ladi. Borlik bor, yo'qlik bor. O'shaning uchun hammasini hunarga o'rgataman dedilar. Albatta to'g'ri. Farq bormi bilan tarbiyalashda? O'zi nima deysiz? Egizaklarni tarbiyalashda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Nega tug'ilgan bolalarni tarbiyalash qiyinroq bo'lishi mumkin? Nima deysiz? Egizaklar bilan yakka tug'ilgan bolalarning o'rtasida ancha farq bor. Chunki egizaklar hamma narsani bitta vaqtda xohlaydi. Masalan, bitta vaqtda qonni ichadi, bitta vaqtda uyqusi keladi. Ularni ikkalasini birga masalan birga uxlatish kerak, birga ovqatlantirish kerak. Bu qiyin vaziyatda. Mana siz emizikli bo'lsangiz juda ham qiyin bu narsa. Yakka tartibda tug'ilgan farzandlarda bitta bola bilan chem osonroq, ikkita farzandga nisbatan, egizaklarga nisbatan. Farzandning ota-ona uchun xiyonati deganda nimani tushunasiz? Qanaqa xiyonat bo'lishi mumkin? Farzand ham ota-onaga xiyonat qilishi mumkinmi? Bu hayotiy savol. Sizning farzandingizga aloqasi yo'q. Yo'q, bilaman. Xiyonat degan nima tushunsa bo'ladi? Xiyonat farzand bilmasam. Boshqa savol bera qoling. Bilmadim. Ona sifatida onalik vazifangizni nechiga baholagan bo'lardingiz? 0 dan 10 gacha. Onalik vazifamni menimcha 10 ga baholardim, chunki hamma onalar qiladigan ish qilaman, farzandlarim tarbiyasiga qarayman, osh-ovqati joyida, kiyimlari joyida, hamma narsasi tartibli, Allohga shukr. Menimcha 10 baho berardim. Bir oyda 5 ta bola uchun 5-6 million ketsa kerak. Yo'q, 5-6 million shvola bo'lmaydi. Kiyim-kechagini o'zi 300-400 dollar olib ketadi. Summasini hech kim shartmi? Deb 5 ta bola uchun masalan oylik daromad ketadigan 500 dollarcha ketadi. Yillar kutdim tunlarim bedor, ishqing uzra bo'ldimda bemor. Berdi Alloh shukrimni ming bor. O'g'lim, sendan umidim ketdi. Duo qildim, baxting tiladim. Senga omad, zafar so'radim. Oppoq o'rab, oppoq taradim. O'g'lim, sendan umidim ketdi. Men yashadim, ko'rdim kunimni, g'am anduhga bulab tunimni. O'zing yorit, o'zing dilimni. O'g'lim, sendan umidim katta. Bo'lgin deyman elning iqboli, topgin deyman nonning halolin. Sensan o'zing g'ururim, og'rim. O'g'lim, sendan umidim katta.